Xo'sh, kelishimda albatta birinchida uydagi muhit qadam bilasiz. Men futbolda ichida murabbiy ishlagan o'shaning uchun uyda o'zi muhit futbolga bo'lgan, o'shaning uchun yoshlikdan futbolga mehr ham, muhabbat ham shunga yarasha bo'lgan va yoshlikdan shu bilan futbolga mehr qo'yib shu padaga o'zi aslini olib qaraganda mani oilam sportchilar oilasi emas, lekin ikkita akam kichkinaligidan og'ir atletika, aynan shu og'ir atletika tug'yaragiga qatnashgan. Men unda juda ham kichkina edim. Akalarim mendan birisi 6 yosh, birisi 4 yosh katta. Endi salkam 7 yosh ham desam bo'ladi. Katta akam mendan kattaligi. Hali maktabga bormagan davrlarim bo'lsa kerak deb o'ylayman. Endi anig'ini eslolmayman. Bir 6 yoshlarim bo'lsa kerak, 5 yoshlarim 96-97-yillarda. Meni o'zlarimni olib ketishardi endi ota-ona ishda. Ular tog'araga ketayotganda endi meni yo uyga bitta o'zimni tashlab keta olmaydi, yo ko'chaga tashlab keta olmaydi. O'shaning evaziga o'zlarimni olib ketishardi. O'sha yerda kichkina matchalar bo'lardi, matchalarda o'tirib ularga tomosha qilardim. Endi shu orqali shukr qilamanki, sportga, umuman sportga mehrim uyg'ongan. Bu sport turiga yoshligimda boshlaganman, 10 yoshimda. Shu maktabga kelgan paytim, o'sha maktabimizda zal bo'lgan, o'sha payt zalga borib ko'rib yurardik. O'sha sportchilar o'shanga qarab qiziqib, keyin akam shu sportda olib borgan, shu sportda qatnashib, shu yoshligimda akam bilan shu zalga borib, kelib yurgan paytim, o'sha paytdan qiziqib qolganman shu sport turiga. Keyin shu sportga kelganman. Sport turiga kirib kelishimga asosiy sababchisi otam bo'ladi. Otam shu sportga qiziqtirgan meni va albatta o'g'il bolalar juda yoshligida buni maza qiladi hammasi. Shu sabab 6 yoshimda otam bunyodkor futbolga yo'q keldi va futbol yo'limni shu yo'ldan boshlagan. Sportga kirib kelishimga asosiy sababchilardan ota-onam, akam o'zlari ham o'sha futbolistlar, ularga qiziqib, yoshlikda o'sha ko'cha mahallalarda futbol o'ynab, keyin Bunyodkor akademiyasiga imtihonga topshirganmiz va imtihondan o'tganmiz. Futbolga juda ham yoshlikdan qiziqib o'ynab kirib kelganman futbolga. Endi futbolga kirib kelishimga sababchi o'zim amakim bo'ladi. Shu mahallada o'ynab katta bo'lganmiz. Keyinchalik shu Bunyodkor akademiyasiga kelib, Bunyodkorda faoliyatimizni davom ettirganmiz. Mana hurmatli kuzatuvchilar, yuqorida futbolchilarimizni bergan taklif va tavsiyalaridan ko'rinib turibdiki, futbolchilarimiz ham jahon areenalarida to'p tepishar ekan. Birinchi navbatda yurtimiz ravnaqi, yurtimizning rivojlanishi yo'lida, vatanparvarlik tuyg'usida, ya'ni o'z-o'zini rivojlantirish motivlarining yuqori bo'lganligi, har bitta o'yinda g'alaba qozonish uchun tushayotganligi, ya'ni bu orqali o'z ehtiyojlarini, o'z jamiyatdagi o'rnini, obro'-e'tiborini topish maqsadida harakat qilayotganligini biz guvohi bo'lish mumkin. Siz ham ushbu futbolchilarimiz singari jahon arenalarida yuqori saviyada futbol o'ynab, o'z ehtiyojlaringizni, o'z qo'ygan maqsadlaringiz yo'lida harakat qilib erishishingiz mumkin. Bizning asosiy mutaxassis sifatida fikrimiz, siz har doim sabr bilan, bardosh bilan o'z oldingizga to'g'ri maqsad qo'ysangiz, maqsadga erisha olasiz. Qisqa qilib aytadigan bo'lsak, o'z maqsadlaringizga erishmoqchi bo'lsangiz, harakatni bugundan boshlang.